Burs bashoratlari finali 2025 yilning oxirgi 6 kuni 26-31 dekabr. Qo'y Aries. Ichki mulohaza davri. Ishonch, umumiy moliya va kuch muvozanati muhim. Shoshilinch qarorlardan saqlaning. Buzoq Taurus. Munosabatlar markazda. Berish va olish o'rtasidagi muvozanatni qayta ko'rib chiqasiz. Egizaklar Gemini. Ish va sog'liq odatlari e'tibor talab qiladi. Zararli odatlarni tashlash vaqti. Qisqichbaqa Jancher. Hissiy aniqlik keladi. Oila yoki ijodiy masalalarda yakun zarur. Arslon Leo. Uy va hayot poydevori muhim. Eski yuklardan xalos bo'ling. Parizod Virgo. Tugallanmagan suhbatlar qaytadi. Tushunmovchiliklarni hal qiling. Tarozi Libra. Moliya va oskadr masalalari ko'tariladi. Xarajatlarni qayta baholang. Chayon Scorpio. Kuchli og'zini anglash davri. Shaxsiy o'zgarish boshlanadi. Oqotar Sagittarius. Yashirin qo'rquvlar yuzaga chiqadi. Ruhiy tozalanish vaqti. Togechkisi Capricorn. Do'stlar va tarmoq muhim. Sizni qo'llab-quvvatlaydiganlarni tanlang. Qovga Aquarius. Martaba va obro' qayta ko'rib chiqiladi. Eskirgan maqsadlarni qo'yib yuboring. Baliqlar Pisces. Ruhiy donolik yetaklaydi. 2026 yilga kengayish uchun tayyorgarlik.